Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Türmə xatirləri Məhbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Qamoqda qolgan plan. Məşq kamerada jazolangan tunji kuni saharda og'zim bilan jumakni ichib beshimni suvga tutdim. Ikki qo'lim putumdagi kishanga bog'langan bo'lg'achqa bu yuzimni yuvishning birdan-bir chorasi edi. Beshimdan quyilgan muzdek suv maydamgacha ho'l qilavatdi. Suvni to'xtalmay tursam, biri kelib jumakni atdi va ko'zoynakimni ilibitib, yuzlarimni surtdi. U, bu yangi texi ishlatmagan deganda, beshimni ko'tarib kulimsiradim. Oldimda yeshi 60dan oshgan, sochlaridan soqollarigacha qadar oqirib ketgan bir Xitoy kulimsirab turardi. U asli pensiyaga chiqqan kadr bo'lib, bir yurtliqining taklifi bilan qumulga berib, bir kanga boshliq bo'lgan va qonunsiz kon ichish bilan tutilgan ekan. Mening mashq kameradagi jazo muddatim to'shib, burunqi kameraga qaytgandan keyingi haftasi Ayvi Guangmu shu kameraga kirib keldi. U mashq kamerada katib edi. Kechilik navbatchilik o'rinlashtirishda Uyg'ur siyosiy mahbuslarga qilingan adolatsizliklarga chidamay, kamer boshlig'i bilan takallashib, amalidan tushibdi. Shundan keyin kunlarimiz parang bilan ma'nilik o'tdi. Men kamerda Uyg'ur bolalarga Xitoycha yozish, o'qishni o'rgatsam, u so'zlashni mashq qildiratdi. Bir kuni paranglashib o'ltirib, Ayvi Guang menga rost gapni dedi. Uning qamoqqa ilinishdan burun Uyg'urlar haqidagi ta'siroti kavabchi, o'g'ri va terrorchi degan uch so'zga mujassam ekan edik. 2 yilga so'zilgan kamer hayotida uning Uyg'urlarga bo'lgan qarashi o'zgaribdi. U qamoqda atiganda yuzini yumay nashta qiladigan, tamoqdan burun hojatdan keyin qo'l yumaydigan birmu Uyg'urni ko'rib boqmabdi. Xitoy va Uyg'ur mahbuslardagi bu ro'shan silishtirmaga menmu diqqat qilgan edim. Hatto qamoqxonada Uyg'ur mahbuslarining hojatdan keyin istinja qilib qo'pish odati Xitoylargami singib ketgan bo'lib, men Urumchida yotgan 3 qamoqxonaning hammasida Xitoylarning hojatdan keyin istinja qilishlariga shohid bo'lgan edim. Qamoqda gemroy doimliq kasal bo'lg'achqimi, Uyg'urlar bilan Xitoylarning hammasi shundoq qilg'achqimi, Gundupaylar uningdan tahorat olganlik deb gumon qilmaydi. Ayvi Guangning aytishicha, kamerda oshgan tomoqni hojatxonaga to'kish-to'kmaslik haqida Uyg'ur mahbuslar bilan Xitoy mahbuslar orasida ko'p qatim talash-tartish chiqibdi. Xitoy mahbuslar bu ishning uzundan buyon mushundoq davomlashganligini aytib, to'kishda jahillik qilibdi. Uyg'urlar tomoqqa ta'rat qilsa bo'lmaydi deb anglatolmay, Gundupaylarga bu haqda arz qilibdi. Oqmabdi. Shuning bilan yaqinda qamalgan Uyg'ur mahbuslar nashta qilishni kollektiv rad qilibdi. Sababi ular nashtadan eshib qolgan muommalarning hojatxonaga to'kilganligini ko'rgan ekan. Tamoq to'kilgan o'choqqa Uyg'urlar hojat qilolmay qiynaladigan. Oxiri qamoqxona Uyg'ur mahbuslarining arzini to'g'ri tepib, uqtirish tarqitib, oshgan tomoqlarni hojatxonaga to'kmaslikni buyuribdi. Men buni Urumchining Beyjing yo'lidagi Xitoylar ko'p mahallamdimi ko'p ko'rgan. Uyg'urlar yemekliklarni Xitoylardek axlatga aralashtirmay ayrim xaltada esib qo'yatdi. Hatto Amerikadami Uyg'urlarning oshgan tomoqni axlatga qo'shmaydigan bu fazilatiga diqqat qilgan edim. Ayvi Guang bir kuni bir Uyg'ur mahbus bilan suv to'g'riliq deyishib qopti. Ayvi Guang kamer isib ketganda turbini ichib qo'ydigan. Suv turbidan sharqirab oqsa, so'rinlab qolgandek his qiladigan. Uyg'ur mahbus suvni isrof qilding deb uningga yo'l qo'ymaydigan. Uning aytishicha 2 yillik qamoq hayotida pulini o'zini jazolayotgan, hukumat ko'taradigan suvni tejayman deb boshqalar bilan jidal qiladigan, kamerga kirib qolgan chumulini o'ltirding deb Xitoy mahbuslar bilan kanay siqishadigan, pulga olgan samsaqni mo'miga qistirib yemay, bo'shagan tish pastasining qopchiqiga moz qistirib, tashtak yasab ko'chirib ko'kiltadigan
Uyg'urlarga tang qapti. Ayveygon bir kuni manga qarab, kamerda tish pastasining bekor bo'lgan qipiga moz tiqib samsoq ko'chirgan ishiga qarab bildimki, Uyg'urlarning yeshillikqa bo'lgan muhabbati bakmo cho'nqur ekan, dedi. Men yana bir hikoya anglashga tayyorlik qilib, uning og'ziga qarab o'ltirdim. Sayfullani bilamsan? Muddatsiz kesdi uni. Bultur atiyazda havolanmaga bir qar yog'och unib qopti. U buni ko'rib bak xush bo'lib ketdi. Hech kimni dastatkuzmadi. Gundupaylar ko'rib qolsa yuldurib etidi deb oldiga yotqan tizib qo'ydi. Xuddi bolasiga qaragandek har kuni atiganda suv qo'ydi. Sayfulla shu ko'chatni deb mahbuslar bilan doim qizirishib qoladi. Hatto mushu sabablik kamir boshlig'i bilan urushib tamokimi chekalmadi. Yotqan ko'rpa bilan ko'chatni yo'shirman deb 6 oy o'zi yolg'iz xalqning o'rin ko'rpisini yig'di. Ammo oxiri bo'lg'uliq bo'ldi. Umumyuzlik tekshirish bo'lganda gundupaylar yotqanlarni chuvib, tizg'a kelgudak o'sgan ko'chatni kesibatdi. Sayfulla buni ko'rib 3 kungacha gilidan g'izo o'tmay og'rib qoldi. Texmu yomon bo'lg'ini shu ko'chat yo'linib haftadan keyin Sayfullaga muddatsiz kesilganlik xabar keldi, deb beshini chayqab o'ltirib ketdi. Tugilib o'ltirganda u texmu kichiklab ketgandek ko'rinadi. Ayveygon, Uyg'urlar jonliqlarni o'ltirish cheklangan Budda dini bilan xo'shlashganiga shuncha uzun bo'lganga qaramay, texicha chumuligimi azor bermaydigan, jonliqlarni asraydigan ba'zi odatlarni yelimi saqlab kelibsizlar, dedi. Uningga chumulini o'ltirishga qarshi chiqqan Uyg'ur mahbuslar bek ta'sir qilgandek qiladi. Menga uning yuqorqilarga hayron qolarlik edi. Men kichikimdan cho'nglarning ko'chatni sundursang yomon bo'ladi. Qushning bolasini tutsang qo'ling titirgak bo'ladi. Hayvonni qiynasang qisos tutadi, degandek tarbiyasi bo'yicha cho'ng bo'lg'achqa, buni hamma odam shunda qiladi-ku deb o'ylagan ekanman. Ayvey Guangning Urumchida shuncha uzun yashab, Uyg'urdan qo'rqadiganligi, uning bir qassobdan boshqa Uyg'ur bilan aloqa qilib boqmaganligi meni haqiqatan hayron qoldirdi. U qassob bilan tunishib qilishmi, cho'shqa zukimi taralg'achqa, qo'y go'shi elishga majbur qolganlikdan ekan, o'ylab qoldim. Urumchiga 23 yosh vaqtida kelib, 30 yildan ortiq yashab, Uyg'urlar orasiga bir qitimmi berib boqmasa, Uyg'urdan qo'rqadi-da. Qamoqdan chiqqandan keyin Uyg'urdan qo'rqamsan, deb so'radim. Yo'q, endi tushundim. Uyg'urlar qerilarga chiqilmaydi ekan. Bu da isyon qilsanglar qechib avar bo'lmasam bo'lg'idek. Qamalgandan buyon bir Uyg'urma menga qo'pollik qilmadi. Oldimda adabsizlik qilmadi. Uncha qo'rqinchli emas ekansizlar, deb kuldi u. U Uyg'ur qo'rqinchidan qutulgandek qiladi. Gepi chaqchaq suftida deyilgan bilan haqiqatmu balqib turadi. Ayvey Guang bilan suhbatimiz cho'nqurlab, uningga qamoqdan chiqqandan keyingi xiyollarni so'zlab berdim. U menga qilmoqchi bo'lgan 3 ish haqida plan yozishib berdi. U 3 ish Bayga maydonda ishlaydigan Uyg'ur ishlamchilarga va bolalariga oyda bir kitob o'qish sharti bilan har atiganda bir tuxum, bir xalta sut va bir to'qach tarqitiladigan arzon nashliq plani. Mahbuslarning uyda qolgan farzandlari uchun maxsus yasli va maktab qurish plani va sobiq mahbuslar egilik tiklash planidan iborat edi. Kuzatishimcha, Bayga maydoniga yig'iladigan ishlamchilar o'pcha yotoqda yotadigan bo'lg'achqa, atiganda nashta qilolmagan peti ish boshlab ketadi. Ularning bolalarining birdan nonni g'ajigancha maktabga mang'anligini ko'p ko'rgan edim. Ota-onasi qamalganligi sababli bolalar ba'zisi tarbiyasiz, ba'zisi igichoqsiz qilib yomon yo'lga kirib ketgan edi. Men shundoq ikkinchi avlod mahbuslardan bir qanchasi bilan yotgan edim. Jazo muddati to'shib qo'yib berilgan mahbuslar ichida chiqish yo'li topolmay takror jinoyat o'tkazganlar oz emas edi. Agar fidoyilik shaklida yuqorqi 3 ish qilinsa, jamiyat uchun foydali bo'ladi. Ayvey Guang ikkimiz bu 3 ishni maxsus 3 tur shaklida Xitoycha yozib chiqqan edik. Afsus, meni Ko'ktog' qamoqxonasiga yo'tkiganda u planlar yozilgan daftar
birinchi korpus 5 nomerliq kamerada qoldi. Hozir o'ylasam, u planlarim qamoqda qapti. Gundupaylar qo'lida Sayfullarning ko'chatida kesilibdi. Planlarim xuddi yezishib bergan Ayvigonga o'xshash muddatsiz qamoqqa hukm qilinibdi.